Assalomu alaykum. Men Güles. Bir qancha kun bo'ldi. Bir hafta bo'ldimi? Ishlamay qoldim. Yana shu, nima desam, men shu og'riqsizlar. Chunki qiyir qolganliklar emas, bilislar, men to'la endi haqli ashkalg'anni o'zimiz otla aylantirib, ham o'zimning tushunchimni qo'shib, shu razliklarni ashkalaymiz. Mushu uxmayman ma'lummi yoki sizlarmi yo boshqadan uxmayman ish qilmayman nurg'un kishilar chunki maktabda nurg'un kishilar ashta aka bolalarning ashta kasalligini yutlab minqa ashtaqlarni chiqib ko'rman bolam og'il kelganchada demakchi o'g'lim shu arqitdan shu bulut bo'lganchada yomg'ir yoqqanchada shu bolam ishimiz doim og'rib qolamiz bo'libmi bolam hamda bolalar bizlar kichik ojiz immun kichik onundan aciz bir grup bo'lgandan keyin ular bekrak ağrıydı, bir aşıp qalsa. Şundan har qıtdan bulut bo'lganchada bulupmu. Onundan keyin shu balam ishimizda shu potlamız yig'ilib ketdi, maqlar yig'ilib ketdi, galda, burunda bulupmu balamning. Onundan keyin mening beshim dahshat ağrıydı. Azir keyin zukamga shu taqabul turib turamay qolganchada keyin boshladi ağrib degandek ma'lumotga desam maktabga kelsam shu ishxonada shu o'quvchilarning yo'talganini ko'rmash xizmatchilarning bolalarning shu manqilarini ko'rma mening bolamga ketsam man mislashdaka shunga shu vaqt bir to'l chechib undan keyin chiqib yaqin qiylardan yaqin shu bo'lib shu yilmi ko'par ekan budul havolar bek ko'p qitim yuz bergan bo'ldi shu budul kunlar ko'parak quyosh aptab kunlar qarag'anchada aptab vaqtlarda ishlamamaydi talay chiqib o'ynab shu nim qolmiz hozir bulut bo'lsa yomg'ir yoqqan vaqtda bo'libmi ya talay chiqib o'ynag'ilmagan bolamni o'ynatolmagan ya ko'rdan quyoshmi yo'q u bu gullarni tersam ularni yaxshi o'sma bu quyoshni to'liq ko'rsatmasa qachon oxirlashib bu razlikni biz nimisini badalini qachon to'lamizmish birimlarni mush qiynalishlarimiz bilan azoblarimiz bilan mush kasal qiynalishlarimiz bilan qachongacha pullarimizni qo'shib qachongacha shu razil ishlarni shu beqib ketadiganimiz yo'q ochig'im kelsa bu bir gap shu bugun qisqa qilma ba'zi gaplarni davolay deb albatta men shu lo'qloq qildigan bizga foyda qildigan shu dunyoga vaziyatga asqatadigan shu gaplar mumkin razlikni ichish haqqani so'zish qatorli shu mazmunlar bilan orqaliqmi shu arqnazada taqib mazmun so'zlash orqaliqmi bir menga foydali yeri shu o'zim shu so'z olmanda jiq gaplarni diyamagan bilan ostlo'smi davoldan gap ichimiz o'smi ozroq o'smi ichib qoldi bu orqali mazmunni to'g'ri tanlash orqali ko'pchilikka ozroq foydam bo'lsa yaxshi men rozi undan keyin shu xalqimizning zehnini eshitib foyda bo'lsa texmi yaxshi xizmatimizdan shu jafoli xizmatimizdan shu nimasi neymiz ozroq hordiq chiqadimdiq shundan mumkin bir gap shu tunugun 5-11 tunugun shu anlar bayrami ekan mumkin to'g'ri qarasam anlar bayramini tabriklash ishlari ochib ketdi assalomu alaykum shularni ularni ancha muncha ko'rib qo'yib bir ishgina yo'llab qo'ydim undan keyin har xil gaplar bo'lib ketdi bu anlar to'g'riliq ba'zilar deydi anlarning endi to'g'ridagi yo'lamalarda ba'zi yo'lamalar deydi anlar bayrami bilan anlar bayramlarini solishtirib qilib qo'ygan ba'zi qiziqarli nimalar bor ekan anlar bayramida butun gul tashlab ketadigan bozorlar bo'lib marketlar bozorlarimiz gul tashlab ketadigan anlarga bergan shu gul borda dadlar bayramida hech nima yo'q ekan gullar yo'q hamda men shuni bu dadlar bayramida anlar bayramida ularga haqiqiy lozimi qaysi bir videoda bir ayolning degan gaplari asosan dedi men o'zimning gaplarini qo'shib ayolning gapiga qatdan qo'shib men ayol deydi ham men deyman bu anlar bayrami dadlar bayrami ularga haqiqiy kerak nima kerak shu gulma
Gülmü yaxşı, amma haqiqiy bo'g'ini shu jabakash onlarning shuncha jabasida ash ularga berilgan aram eng muhim. Bu anlar bayramida picha tamoq itibas anlar axir tazg'in yani tamoq yapgan qachonlarni yani ana jusa gulabbayninglar bilan gul ko'ngilga huzur amma atugun so'shli yo'q. Nima lazım anlarga haqiqiy dadlarga anlarga haqiqiy narsa nima? Shu aram berish, ularga aram ilishga sharoit yozilib berish eng muhim. Ularga mehr-muhabbat bildirish eng muhim. Ularni asrash, ularni o'rnida turib, ularga ko'ngil bilish, ularni asrash, ularning ishini qilish, ularning xizmatini qilish. Mana bu eng yaxshi sovg'at. Ortiq Gulpulning tabriklashlaring hech bo'lmasa anlarning nima lozimligini so'rash. Shu anlarga berilgan shu damlash kuni haqiqiy anlarning o'zini o'zlanadigan, o'z-o'zida arduq chiqadigan ashta kunlarni vaqtlarni ozlab berish bu eng esal. Onunga so'g'at basanlar tex yaxshi deganda qo'shimcha. Demismi shugo bu marqasa anlarga kerak eng muhimi shu arduq chiqarish, damlash. Chunki anlar degan ota-ona degan nurg'un xizmatlarni bir odam qilgan xarakterdandoq ulug' insonlar. Uningki yana boshqa bir videoda chiqib qo'yibdi, laqi oy 5-ning 11 bir kun anlar bayrami emas, anlar bayrami har kun bo'lish kerak. Anlar bek ulug', bek kuchli, qudratli u bu deb. Ham buningga qarta bir narsa chiqib qo'yibdi. I'm fine, thank you so much, Mr. Habib. Buningga yana bir video chiqib qo'yibdi. Shunlar men shunda o'ynab ketdim-da. Bu videoda shu doktorxonadagi doktorlarning, sestralarning anlar bayramini tabriklash orqali o'zining yo'lida tabriklash videosini chiqarib qo'yibdi. Qanday desanglar, baltiqancha ishlatadigan qurollardan tortib, masalan, bola qancha kesadi degandek mumkin sanjilgan o'janlar. Shuni ko'rib degan men bek hayajon ketdim. Mening ham shu balam 5 tang tushmay mening shu yanch turqab ko'rish shaklda qo'ygandim. Shuni operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb operatsiya qildigan shu tug'ilish kundan 5 kun burun doktorxonaga beriblam. Bu jinim balamni zulab tatib chiqarganlar. Tug'ish tasolli deb shundan shu chog'da men ko'rsatmaydi-da. Shu chog'da shu baltirabga yong urib badanım tuanki badanimni ko'krakdan past tuanki butun badanimni narkoz qilgandan keyin uni ular kesdi. Endi videoda ko'rsatgan bo'yicha shu narkoz qilgan yanini men tunchiqdim. Ular ko'rsatmaydi, men so'ramayman, ko'gim yo'q, ko'rib boqman. Videoda ko'rdimda tunchiqdim. Nima degan uzun degan yo'g'an yanglar cho'nqur. Undan keyin yanini ko'rib shu chog'dagi unga og'riqni asildimda esim keldi. Hozir bir xil shirkin kutman. Shu og'riqlar unga kesganimi shu yo'g'on uzun kesib. Tatiqning shuni ko'rib onun ekan aloqa aminoga kesmaganlar shu soatlab u tug'ut og'riqi. Onun ekan baldan chiqish bizlar cho'ng kichik badandan kengayib bizlar ustixon ichilmasa chiqmaydi. U og'riqlar. Onun ekan bu tatiqlar kesilgandan keyin masalan mening shu og'riydi qonlar ashlarni ko'rib degan aslab o'zim shu vaqtlarimni onkan jinim opamni aslab butun ayollarning shuncha qudratlik g'ayratlik isl laqini ashu bir kichik amdayliqi oddiy ularni o'zlarining yo'llari qilib ishballab anlar bayrami har kuni debchi shu ashning qarab degan menmu bagayajanib ketdim ham o'zimdan opamdan cho'ng opamdan va barliq o'sha qudratlik isl anlardan shunchalik faxrlanib ketdim-da. Tas
Әмді менің ойлығынымда ашындақ жанғы тақшыдыған әрқілер қыламайдыған ашында есіл мүшті құдіретлі күшіні аяллағын ем қыпты, ата қыпты. Мүшу құдіретлі күші білән ашу Пәрзентini туғып бәген әргі ниспеттен мүш аялланы мәңгі асыз бақсымы етмейді да, артықлық қымайды. Şu аялланың артықлығы да. Аналарны, şu пәрзентіңларының анысыны бір өмір ақсыз бақсаңлы мұ артықлық қымайды. Әмі о реалықта да әмәс бұ, золап о өрмәсіздік. Nем qilib bu ayrim bir cho'ng mazmunli kelikdami ham demak cho'g'nim shu men faxrlanaman ayolligimdan onaligimdan undan keyin bu butun xonim qizlarimizdan onalarning shu bayramiga muborak bo'lsin bugun tunugun og'zimdan bugun dedim bayramı bir kun emas har kuni bo'lsin fursat bo'lsa shu onalarimizga eng muhimi, eng iliqi, ehtiyojli bo'lgan shu ortiq chiqarish, kechiringlar, dam oldigan sharoitlarni yozib berish, eng yaxshi sovg'a. Unga sovg'atlar qo'shimcha. Deymiz, qo'shimcha mukofot endi. Chiqib onlarni qadrlaylik. Bu bir mazmunga, undan keyin yana bir mazmunliqi mau yana mushu isimga aldon kuni mavliqi mushu uyg'ur deb aralab baqsam uyg'ur deb aralab baqsam Instagramda men degandek asosli yana shu yemak ishmak naqsulgan ko'pincha undan keyin nurg'un kishilarningki mushu nurg'un yerlar uyg'ur oshxonada ichib tutib baxo'sh oldim Ama bir qancha masalalarni bayqab afsuslandim men agar mushu deyish men shuni ham o'tirib qo'yish orqali agar shular o'zgartgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Birinchidan shu nurg'unlik yangi ishlangan oshxonalarni mushu kishilar mushu agar shu qilgan kishilar yoki boshlar o'zlari xohlab yoki taklifga asosan oshxonalar tashkil qilish orqali oshxonada tamoq yeb oshxonani mushu uyg'ur oshxonalarini tashkil qiluvchi e'lon ishlab turgan videolar bor ekan men Instagramda shu ko'rdim. Qaysi bir arabninki bir uyg'ur oshxonasida nurg'un oshxonalarni ko'rgandan keyin qaysiligini esimda yo'q. Mazmunlab beray. Chunki muhim masalalarni o'tirib qo'yay. Shu arabninki uyg'ur oshxonasida shu lag'man yeb nimxon ko'rinish ekan va uyg'ur ta'mi o'zgacha andan bundoq bak yaxshi deb tushuntirgan yaxshi endi. Lekin shuni tushuntirganchada bu tamoqning ismini go'ruman deydi shu arab. O'ylab qoldim, agar uni shu oshxonaliklar tunishtirmasa, u go'ruman ekanligini qanday bildi u odam. Bu demakchi men deyman-ku, lag'manmi bir xil gumonim bor, u bizning uyg'urcha so'z emas, men tildan kirgan so'z deb, ammo uni qarshi qilaba bo'ldi, meni tilaba qarab kelgan bo'ldi. Chunki men tangchilikka suyishmaychi ular. Bo'pti ham lag'manmi shuncha sinib ketgan bo'lsa, ammo hamda go'ruman deb o'rgatmasak bular uyg'ur oshxonalarimiz, oshxona asl xalqimiz va boshqalarga tunishtirgan vaqtimizda hech nimachida go'rimani qatolmasaqmi bular nimaga qanashmagan u? Go'rimani iniqla mehnatlardan kirgan so'z-ku, iniqla. Bu bizning so'z emas. Shunaqa. Go'yur xitoysin digimi yo'q. Ham uni chiqaratayli, hozir chiqarasalam qiyin emas. Tizimdan chiqaratilib bo'ldi iniqla. Sistemdan chiqaratilib bo'ldi. Nima u go'riman deb shu bir arabning ashadaydi. O'zi bilmaydi u hargiz unda nomi tamoqlarimiz nomini shu uyg'ur oshxonaliklar tushuntirmasa, shu tizimlikda bo'lmagan bo'lsa go'riman deb. Bunga unda qilmaylik xalqimiz uyg'ur xalq tilimizni saqlab qolaylik. Lag'mani zo'rlab ishlatyapsiz, mayli hamdan go'riman deganda bo'lsin chiqarasak bo'ladi. Chiqaritish kerak. Bu bir masala, yana birsi Dabtu yana bir tunishtiribdi, yana bir odam uyg'ur oshxonasi tamoqlar bak eslanimda, bu tamoqlarnimda yegan shakli mo'g'ullarnikiga, qozoqlarniki, turklarnikiga o'xshab o'zbeklarga o'xshab qoldi-ku
degan gapiga men sal endi ochig'im keldi chunki u o'zi ashta deb dedimi yoki yana shu oshxonadagilar misha ayagimga o'xshaydi deb dedimi uqmayman nimalar bo'lsin gaplarmi xato bu nima degan gap bu degan gap shu dunyo uyg'un tunmay ashlan tunli ekan shu bizning tomoqlarimiz qarablam ashlanga o'xshaydi deb ashlan aslaydi ekan bu nimani bildirdi shu bizning yana nomimiz yanalar yaxshi tunilmagan ijnarliqi yaxshi tunilmagan atrof tunilmagan to'g'ri yo'l tunilmagan shunga bo'lsa mush restoran ochgan xalqimiz ajronlarga barakalloh ammo shu boshqalarga da shu e'lonlarni ishlagan chog'da boshqalarga tushuntirgan vaqtimizda bizning tomoqlarimiz ularga o'xshaydi demak ularniki bizniki o'xshaydi deyish kerak chunki bizningmi tariximiz ularnikidan uzun o'xshash bo'lishi mumkin bu turkiy xalqlarning hammasining uzun ammo o'zi alaylik bo'ldi ularnikiga bizniki o'xshaydi deb tushuntirish kerak chunki bizning o'zgachiimiz ularga o'xshab ketadi ularning bizga o'xshab ketadi-ku. Hem özümüzni asas qilib o'zimizni tunishtirish maqsad qilingan bo'lgandan keyin chuqum Allohning tamoqlarini bizga o'xshab ketadi deyish kerak deb qarayman men. Shunaqa bizning nurg'un tamoqlarimizning shakli bo'la Allohniki bizga o'xshab ketadi. Bizning nurg'un o'zgachalar isl tamoqlarimiz bor. Afsuslarki ba'zi nurg'un yerlik tamoqlar yo'qolib ketgan bilan ammo jiqlarimiz shu xo'shna millatlarning tamoqlari bilan o'xshab changlashib ketgan bilan yanala bizning yana o'zgacha tamoqlarimiz bor. Bizningki o'zgacha yo'q bu bizningki Allohniki bizga o'xshab qoladi deb tunishtirishimiz kerak. Qat'iy shuni deb qarayman. Ondan keyin nurg'un ashxonalarda shu uyg'oq xatlar yo'qka, kichik o'smi chiqarib qo'ygan yaxshi deb qarayman. Mayli tizimlik bo'lsin, shu ismlar bo'lsin. Ondan keyin mushta masalani ko'rdim. Shu deb qo'yishni o'rinli deb ko'rdim. Shuni xalqimiz mezbon taqib qo'ygan bo'lsinlar, mush ashxona xalqimiz va ashmoqchi bo'lgan xalqimiz shu nuqtalarga diqqat qilib ashqan bo'lsak bak yaxshi bo'ldi. Mushu zilzil nuqtalarmi, inchik nuqtalarmi da nurg'un kishilar diqqat qilgan bilan men diqqat qildim shu tomoshabin asosida. Endi nurg'un kishilar diqqat qildi. Bizning shu o'zligimizni, kimligimizni, alayligimizni, xosligimizni tunishtirishda intayin muhim rol o'ynaydigan nuqtalar deb qarayman. Yana ta'kidlab o'tsam, shu birinchidan shu nomiga shu diqqat qilaylik. Uyg'ur tamoqlarimiz o'zimiz nomida atab sataylik, itaylik, sataylik, tunishtiraylik. E'lonlarda shu uyg'urcha nom orqali tunishtirib nim qilishimiz kerak. Shu boshqalarga e'lon ishlab bermoqchi bo'lgan vaqtlarda shuni aniq tunishtirishimiz kerak. Tizimliklarda to'g'risi bo'lishi kerak. Ismlarda, vivesklarda, tizimliklarda ajroq bo'lsa-mi, uyg'urcha xatlar bo'lishi kerak. Undan keyin bay degandek tushuntirgan joyda to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Herkesme bizning tomonimiz Allah bilan o'xshab qoldi deymiz. Allah'ningki shu Türk millatlarningki shu bizga o'xshab qoldi. Chunki biz o'zimiz asos qilib tunishtiramiz, ularni tunishtirmaymiz, Uyg'urni tunishtirgandiki Allah'ningki bizga o'xshab ketdi deb tunishtirishimiz kerak. Bu eng muhim nuqta. Shuni Uyg'urni haqiqiy tunishtirgan, to'g'ri yo'lda tunishtirgan yo'llarning biri. Bo'lmasa bizda shularga o'xshash deb ham ketavergan gap. Ham bizning bu Uyg'ur degan kim o'zi qozoq o'xshagan, o'zbek o'xshagan deb. Ular bizga o'xshaydi. Aşağı qilishimiz kerak degandek. Shu endi gaplarim yig'irma bo'lmagandi. Shu ashxona ishlatgan xodimlar kishilar ajronlar apran endi ma samimiy eskartish, samimiy tustish, samimiy tavsiya ashta qilgan yaxshi. Shu to'g'ri yo'l. Amalda meni tıqtada kirgan sizlarni chiqartaylar ko'raman. Nima qilmoqchiman? O'zimizning ismlari bor, go'zal tomoqlarimiz ismi bor, shuni qo'yaylik. Tepib bir yerlarni qo'yaylik. Uyg'urcha ismlar xatlar bo'lsin, ko'ransin shularni. Unga haq tunishtirganchada cho'qqim to'g'ri tunishtiradi. Bo'lmasa haqlarda shu tushunishsiz bo'ldi.
Bizi daim başqa millatlarga aralashtirib qo'ydi. Bizning o'zimizning xasligi, o'zimizning kimligi qolmaydi. Qalamı qolish bundan. Çok müstakiladi. Qancha vaqt bo'ldi bugun mushtaq qisqa so'zlay. Qisqacha yig'inchoqlab o'tsam, birinchidan shu razillarning, ishplaslarning ba'da havo tutilib, kunni azroq chiqadi, bulut havolar ko'p. Chinim balamishkimiz va boshqa shu kishilar, yer shari kishilar og'riqlar ko'p yotdi, og'rib qolyapmiz degandek. O'zimiz asraylik, diqqat qilaylik. Razillarga qarshi turaylik. Qanday shu boylar shu zodi qonun ustida qanday qilishlarni qarshi turg'ilda. Bosh egmagan yaxshi ish qilib. Ikkinchidan shu Anlar bayramiga muborak bo'lsin. Barliq xonim qizlarning ana bo'lgan, bo'lmoqchi bo'lgan shu esil onlarimizning bayramiga muborak bo'lsin. O'zimizni faxrlaylik, ayolligimizni faxrlaylik, onligimizni faxrlaylik. 3-chi qisqa mazmun shu Uyg'ur ashqalarini davomli ochaylik. Bizning madaniyatimizni, o'z kimligimizni tunishtirgan yo'llarning biri, asosiy emas biri. Lekin shu ashqalarning nurg'un ashqalarni ochaylik. Ashqan vaqtda ammo diqqat qilgan muhim nuqtalar. Ammal chiqirib taylik, Xitoycha menafsizlarni chiqirib taylik, uyg'urlashtiraylik. O'zimizning tamoq nomlarini ishlataylik. Onu tunuşturganchada cho'qqum shu bizningki tamoqlarimiz boshqalar biznikiga o'xshaydi. Bunda tunishtiraylik, hargizmi xato tunishtirmaylik. Bizni boshqaga beqindaq tunishtirmaylik, hargizmi qilmaylik, chunki bizning xalqimiz yo'qaydi, o'zligimiz yo'qaydi. Ham tushunsiz qoldi chetlarga. Undan keyin shu oz bo'lsinmi, kichik bo'lsinmi, Uyg'ur xatlar bo'lsin, tizimlarda bo'lsin, bevisklarda bo'lsin. Buldamsa ko'rgan xalqimizga rahmat. Undan keyin shu ko'rmagan xalqimizga xalqimizning shu mazmundan foydalansin. Samimiy fikr takliflarni qo'llansin. Biz qabul qilsak yaxshi, chunki mencha o'z muhim nuqtalarmishlar. Undan keyin mazmun taqib qo'yasizlar, kanalimga aktiv qo'yasizlar. Unga salomatlik birinchi bexatarlik diqqat qilaylik. Mangulis. Allohga emanet.